ዶክተር ለምሳሌ አንቺ ትኬቱን እንትን በሽ ኪደርስብሽ ሂደሽ ምን ይዘው ይመጡ የት ምን ያደርጋል? አሁን ለምሳሌ እዛው ስትበይ ማለት ነው ከዛ 40 ቁጥር ምናምን ብሎ ምግብ ይዘውት መጥተው አንቺ ደግሞ የለሽ ምን ያደርጉታል? ለሌላ ሰው አይ ይቀመጣል፣ ግን ከቆየሽ በጣም እሺ። እንደዛው አሁን እንደዛ ክፍት ወይ እንትን ቢሉ ራሱ ትሪ ነው ደግሞ ስራቱ አይከደንም። ይቀዘቅዛል ምግብ በዛ ላይ uyda Zahro degan bolam bor, Sabina. Ben bitta ikkitasi o'tiribdi. Qolgan 20tasini keyin o'ylab ko'ring, aytaman kimligini. Ulang. Qayerlis? Sizdan ko'p ko'rishgansiz. Oxiriga 10-11da maktabga deyarli bormasdim. Chunki repetitorga borardim-da, ingliz tili va matematikaga. Endilikda bo'ladigan ko'rgan so'z bilan deyman. 2005. Bitta so'zim bilan teng. Rostini aytgim kelmayapti, lekin bor. Tilim jingalak bo'lib ketyapti. Assalomu alaykum. O'z nomerini bering. Nega? Mendan voz kechib ketishlari uchunmi? Yigitingiz bilan. Mani yigitim yo'q. Nima? Hozir kimdir erli xotinmisiz? Erli xotinmisiz? Bormang, salomat bo'ling. Jingalak tushunamiz. Rosachilik o'shada. Ko'zlarimchi yumilib ketadi. Bor edi. Assalomu alaykum, go'zal qizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, qandaysiz? Admin bor edi. Hamma ishlarimni tashlamadan bo'lsam. Endi o'zbekcha gapiring. Siz qanday bo'lish kerak siz uyingizda? Erimmi? Bilmadim. Dono indamabdimi Sevinch? Dono indamabdimi? Mana yozishganman. Boshqa qalaganimda gapirganimda shafti. Boshqa qalaganimda. O'chirib tashlamadingmi yozganni? Yo'q, hozir endi o'chiraman. Qattas ishda. Qayerdan ko'p toshga oramani ko'rsang yig'atganda saksa bolasini olib kelaman, xo'p bo'ladi deb chaqiring. Nihoyat chiroyli ketolmayman. Nima degansiz? Mani chiqarib yubordim bular. Xudoyim, qachiladi. Omad ishlaringizga rahmat. Sevinch degan dugonam. Ha, aytgancha o'zim aytdimmi? Siz qayerdan bilasiz nima qilishdi?
Hozirchi bitta. Ey Xudoyim. Ikki so'zga o'tirib qo'ying iltimos. Rahmat. Va siz nima deb chaqirishni ham bilmadim. Rahmat. Hello. Qanaqa qilib gaplashamiz? Chilonzordami shunaqa ko'rsatdi? Yo'q, Mirobodda. Guli chiroyli. Ikki xona ekan, guli chiroyli.